Assalomu alaykum hurmatli uzr ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının sahibxonligida bu yil 5-oyning 26-kunidan 28-kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida chaqiriladigan 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashining tayyorlik xizmatlari jiddiy davom qilmoqda. Mushu oyning 5-ida Qurultay raisi Dolqun Aysa apandimning bevosita riyosatchiligida 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashiga tayyorlik komiteti qurib chiqilgan edi. Dünya Uyghur Qurultayının muavin raisi va 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik komitetining mas'ullaridan Parat Yo'ronqosh apandim bu munosabat bilan stansimizning Uyg'ur ovozi suhbat programmasida qilgan so'zida Myunxenda chaqiriladigan bu navbatlik Milliy Kengashining asosliq mazmuni haqida to'xtalib mundoq dedi. Endi bu Dünya Uyghur Qurultayı ciddi muntazamlashgan vakil xarakterlik bir tashkilot. Başkalarına o'xshash to'rtlarni chekirib kompyuterning oldida qaror oladigan bir tashkilot emas. Dünya Uyghur Qurultayı qurilgandan tortib hozirgacha asosiy kuchini xalqidan olib keldi va xalqiga tayandı. Haqiqatan Sharq Turkiston masalasi, Uyg'urlar masalasi zo'r bir xalqaro tarixiy burilish nuqtasiga qadam qo'yganda va yoki vatanimiz Sharq Turkiston va Uyg'urlarning taqdiriga, xalqimizning taqdiriga munosabatli zo'r qarorlarni ilish masalasiga duch kelgan vaqtimizda har zaman xalqimizga başvurduk, xalqimizning vakillariga başvurduk, tashkilotning mas'ullariga başvurduk. Masalan, avval tunji qitimliq Sharq Turkiston Milliy Kengashi 2018-yil 11-oy chaqirildi. Chunki u Milliy Kengashni chaqirishimizmi shu vaqtdagi Baya Erkin Akram apandim deb o'tgandek vaziyatning jiddiy taqozosi. Milliy harakatimizningki bir jiddiy taqozosi, ya'ni ehtiyoj tufaylidan bo'lgan. Chunki bilasiz 2017-yilninki bu jazo lagerlari masalasi, Xitoyninki Sharq Turkistonda Uyg'urlarning asos qilgan yerli xalqlar yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi dunyoga oshkorlanishga boshladi. Uningdan bu 2018-yilda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy ayrımchilikni oldini olish komitetimi e'lon qilgan dokladida Sharq Turkistonda 1 milliondan ortiq bu yerda Uyg'urlarning asos qilgan yerlik millatlarningki jazo lagerlariga qamalganligi haqida doklad e'lon qildi. Bu butun dunyoni şok qildi, ya'ni hang-tang qoldirdi, hayron qoldirdi. Nurg'un insonlarning qalbida savol paydo bo'ldi. Ya'ni Ikkinchi dunyo urushidan keyin butun dunyoga va'da qilingan, ya'ni bu jazo lagerlari aslo takrorlanmaydi. Nazi kampları asla takrorlanmaydi, irqiy qirg'inchilik asla takrorlanmaydi deb dunyoga berilgan va'daga qaramay 70 necha yildan keyin jazo lagerlarininki va irqiy qirg'inchilikninki Sharq Turkistonda qarayta o'tirib chiqishi butun dunyo xalqaro jamoatchilikni kuchli diqqatini qo'zg'adi. Shunday bir tarixiy vaziyatda biz bu Xitoyninki Sharq Turkistonda boshlatgan bu irqiy qirg'inchiligi ne xalqaro jamoatchilikka qanday e'tirof qildiramiz degan ne asosiy tema ko'rdigan asosda biz 2018-yil jiddiy shaklda tunji navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi ne 11-oyda chaqirdik va u yerda shu jazo lagerlarini Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlariga buniki muayitni pash qilish va Xitoyning yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini g'arb demokratik davlatlariga, hukumatlariga va yoki parlamentlarga e'tirof qildirish ne asosiy mazmun qilgan asosda ko'p taraflamalik muzokara qildik va tunji qitimliq Sharq Turkiston Milliy Kengashidan yaxshi to'g'ri bir strategik plan programma va yo'l xaritasi chizib chiqildi. Va shu yo'l xaritasiga asosan Dunyo Uyghur Qurultayini markaz qilgan butun tashkilotlarimiz butun dunyo miqyosida o'rtaq harakat etdi. Shu vaqtda biz shu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini g'arb davlatlariga e'tirof qildiramiz deb 2018-yildagi tunji navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashida bu fikrni o'tirib qo'ygan vaqtimizda, bu strategik planni bekitgan vaqtimizda nurg'un vakillarning ideyasini o'tmagan. Bu mumkinmi? Qaysi bir davlat va yoki qaysi bir hukumatning davlatning parlamenti bu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib qaror qabul qildi. Bu mumkinmi hozirgi dunyo konjunkturida degan. Ama bugun qaraydigan bo'lsak, shu tunji navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi tuzib chiqilgan strategiyaningki to'g'ri ish ekanligi bugun o'tirib chiqdi. Ya'ni
Amerika başçılığındaki 8 devlet Amerika'daki Tashqi ishlar ministrligi ve kalan 7 devletninki, Garip devletninki parlamenti rasmiy Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida qaror qabul qildi ve Avrupa İttifakı bo'lsin, Amerika bo'lsin ve başka Garip devletler bo'lsin, mayli Uyg'ur majburiy emgigi sababli bo'lsin, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi sababli bo'lsin, Xitoyninki amaldorlarga ve Xitoyninki şirketlerge embargo ve ceza tedbirlerini yol koydu ve hozirgacha bu davomlashyapti ve Amerika parlamentida maxsus hozirgacha ikki qonun ma'qullandi, ya'ni Uyg'ur kishilik huquq qonuni ve bir emgigini oldini olish qonuni rasmiy ma'qullanib, ikki qonun bu yerda o'tirg'a chiqqan bo'ldi. Shu vaqtdagi bizniki nishonimiz shu yerda. Bugun bu dastlab qadamda bu nishonga yetdik. Albatta buningda butun dunyodagi her qaysi tashkilotlarimizniki ve siyasi faoliyatchilarimizniki ve fidakor avam xalqimizniki, aktivistlarimizniki kecha kunduz appagan tirishchanligininki, ko'rsatgan fidokorligininki bu natijasi bugun bu uninki mahsuli. Demek baya Doktor Erkin Ekrem deb o'tgandek hozir ciddi bir vaziyat aslida. Onun ustiga hozir bu Rossiyanınki Ukraynaga tajovuz qilish masalasi o'tirib chiqdi. Ya'ni Ukrayna krizisi o'tirib chiqdi. Bu mu belgilik derecede Uyg'urlar masalasi ninki xalqarodagi taraqqiyot yuzlanishiga ijobiy ve salbiy ta'sirlarni ko'rsatishga boshladi. Buningdan qanday foydalanishimiz kerak? Endi tamam. Hozir 8 davlat Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qildi. Uyg'ur sud kollegiyasi Xitoyninki Sharq Turkiston yurgizayotgan siyosatiniki irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ekanligi haqida rasmiy qonuniy asoslarga tayanib turib hukm chiqadi. Bunday bir sharoitda biz endi Xitoyninki Sharq Turkiston yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun xalqaro qanday bir yo'l tutishimiz kerak. Qabul qildik, tamam. Endi shu irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish uchun xalqaro qanday bir yo'l tutishimiz kerak, qanday bir yangi strategiya tuzib chiqishimiz kerak. Tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlik ne bundan keyin qaysi shaklda joriy qildirishimiz kerak deganni ko'rsatib turib, bu ikkinchi navbatda Sharq Turkiston Milliy Kengashi ne chaqirishni qaror qildik. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarı Michelle Bachelet Hanım özünün bu yıl 5. ayda Xitayni ziyaret qiladiganligi ve bu ziyaretde Sharq Turkistonga berish haqida Xitoy bilan kelishganligini e'lon qilgan edi. Halbuki uning bu ziyaratining haqiqiy unumlik bir ziyaret bo'lish bo'lmasligi kuzatuvchilarning qattiq diqqatini qo'zg'amoqda. Reuters agentligining xabar qilishicha, Amerikaning Jenevadagi Birleşken Devletler Teşkilatı bosh shtabida doimiy turishliq elchisi Shiba Kroker Xitoydan bu ziyoratning to'salg'usiz bo'lishini talab qilgan. U mundaq degan: "To'salg'u ichida qilingan ziyorat faqatla Xitoyning rayondagi musulmon Uyg'urlar va boshqa oz sonli millatlarga qaratayotgan dafsandichiliklarni inkor qilish tashviqotiga xizmat qiladi xolos." U yana mundaq degan: "Bu ziyoratning ishonchli bo'lishi uchun Michelle Bachelet cho'qim Shinjongdagi bir turkum Uyg'urlar va boshqa etnik guruhlar bilan xususiy holda uchrashi kerak. Qabihlik yuz berayotgan va majburiy emgak bog'liqi xabar qilingan joylarga to'salg'usiz kiralishi kerak. Biz Xitoyni Bacheletning Shinjongning barliq rayonlariga to'salg'usiz va nazoratsiz ziyorat qilishini, Uyg'urlar va boshqa guruhlar bilan uchrashishni kafolatga ega qilishni chaqiramiz." Michelle Bacheletning 5. oyda Sharq Turkistonni ziyorat qiladiganligi to'g'risidagi xabar e'lon qilingandan keyin Xalqaro kishilik huquq tashkiloti orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, Michelle Bacheletni Sharq Turkistonga qiladigan ziyoratidan mas'uliyatchan bo'lishga, undaq bo'lmaydi ekan, davlat kontrolligidagi bu ziyoratning Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligini oqartish, hatto uningga chopon yepib berish rolini o'ynashi mumkinligini ogohlantirgan edi. Dünya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi Ilshod Hasan Ko'kbura apandi bu munosabat bilan Erkin Osiyo radiosining nazar programmasiga qatnashib qolgan so'zida o'zining Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarı Michelle Bachelet xonimning Sharq Turkiston ziyoratidan ancha zo'r umid kutmaydiganligini ta'kidlab mundaq dedi. Mana deganda bu yerda Michelle Bachelet xonimninki berishi bilan eshtim hal bo'lmaydi. Bu aniq. Buningdan umid kutmaslik kerak. Bu birinchisi. İkinciden bir yerde yanının içinde sorunun bağlılığını Abay Erkin Ekrem Efendimiz dedi. Menimce bu aniq. Çünkü bir yerde bir mesele var. Mesela buldu 12. ayının 9'u London'daki Uygur sotununki milli qirg'inchilik deb yakunni chiqargandan keyin bir haftaga qolmay Bachelet xonimninki bayonotchisi BRT'da bayonot berib, bir haftaga qolmay o'zininki Sharq Turkistondagi ahvollar to'g'riliq egallagan bir cho'ng doklatininki
pütüyotganligini, bu dokladni bir haftaning ichida e'lon qildiganligini aytgandi. Shu xatolashmasam 12 oyning 15lari atrofida. Ammo lekin bugungi kungacha biz o dokladni ko'rmadik. O doklad hozirgacha e'lon qilinmadi. Bu berishning oldida e'lon qilinmamdi, o to'g'riliqmi hech qanday gap yo'q. Xalqaradan buningga besinbak cho'ng, lekin Başarılı xonimninki ishxonasi bu dokladni e'lon qildigan to'g'riliq demadi. Buni men nima uchun ko'tarib chiqaman deganda, bu yerda bu dokladninki e'lon qilmasligi mushu safarga munosabatlik. Ham Xitoyning olimpiyaga munosabatlik. Buni hammasini Xitoy bilan Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki ma'lum darajada savdo qildi. Bu savdoning natijasi bilan doklad e'lon qilinmadi. Hamda baradigan vaqtini bütün olimpikni o'tkazib bo'lib, Guterres o'zi bosh kotib u yerga borgandan keyin qaytib kelgandan keyin e'lon qilishi, demaklik Xitoy bilan bu yangining ichidagi savdoda ma'lum darajada Xitoyga hamda bu yerda borgandan keyin nimani ko'ra oladi deganda, menimcha birinchidan Xitoy tutadiganlarni tutib, o'ltirdiganlarni o'ltirib, Uyg'urlarga ipagan bu milliy qirg'inchilikni asosan meningcha birinchi bosqichida tamomlab bo'ldi. Shuning uchun ba'zi uchurlar qarag'an vaqtida qo'yib berganlar lagerlardan chiqqanlar bor, ammo jiq emas. Bu demaklik Xitoy bu yerda pardozlash o'yin o'ynayotdi. Ammo milliy qirg'inchilikninki tugini yo'q, to'xtigini yo'q. Yana davomlashyotdi, faqatla birinchi bosqichi balkim tugidi. Şunun için üyegi berip, Michel Bachil Hanım, üyeden bir yakın çıkarıp, milli qirg'inchilikni tugitadigan bir keskin bir narsani akil alishiga mening hech qanday ishonchim yo'q. Agar Michel Hanım mengishidan burun dokladni bultu shu degan vaqtida 12-oyning oxirigacha olimpikdan burun e'lon qila olgan bo'lsa, bu tashkilotga yana azroq umid kutishninki asosi bor deb qaratdim. Ama lekin bu dokladni bugungacha e'lon qilinmadi. Bu berishning safarning meningcha hech qanday bir natijaga erisha olishiga ishonchim yo'q. Mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qaratgan madaniyat qirg'inchiligi yuqori pallaga ko'tarilgan. Ko'plagan mohir san'atkorlarimiz turma va jazo lagerlariga qamalgan. Uyg'urlar Xitoyning an'anaviy kiyimlarini kiyib changchila o'ynashga, atalmish Chunxo madaniyatini qabul qilishga majburlanayotgan bir paytda, chet ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimiz 2022-yillik Navro'z bayramini mo'l mazmunliq san'at nomorlari bilan kutib olish orqali Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan madaniyat qirg'inchiligini yana bir qatim dunyo jamoatchiligiga xotirlatishga hozirlanmoqda. Bundan 20 yil burun elga tunilgan danglik san'atkorlarimizdan marhum Kurash Kusan va Abdumit Tursun apandilar Germaniyaning Myunxen shahrini markaz qilgan holda Yevropada Navro'z nomli san'at faoliyatini boshlatgan edi. Dünya Uyghur Qurultay Madaniyat Komiteti, Qurultay Yoshlar Komiteti, Qurultay Ayollar Komiteti va Germaniya Uyg'ur Ma'arif va Madaniyat birligi 3-oyning 20-kuni Myunxen shahrida Yevropada Navro'z nomli cho'ng tipdagi madaniyat san'at faoliyati o'tkazishga hozirlanmoqda. Navro'z faoliyatida Xitoyning turmalarida, jazo lagerlarida tutib turilayotgan san'atkorlarimizning ahvoli tunishtirilgan va Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni gavdalantirgan rasm ko'rgazmasi ichiladi. Xitoyning madaniyat qirg'inchiligi namoyon qilingan dramalar o'ynab chiqiladi. Ondan başqa yana Shvetsiyadagi Uyg'ur qarindoshlarimiz va mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qaratgan madaniyat qirg'inchiligini fosh qilishni asosi mazmun qilgan asosda 20 mart kuni mo'l mazmunliq Navro'z faoliyatini uyushtirishga hozirlanmoqda. Yevropada Navro'z faoliyatini boshlatgan milliy kurashchimiz, danglik san'atkorimiz marhum Kurash Kusan apandimning xonimi, Dünya Uyg'ur Qurultay Ayollar Komitetining muavin mudiri Baxtinur Abdurahim xonim va Shvetsiyadagi ba'zi qarindoshlarimiz bu munosabat bilan e'lon qilgan videolik uqtirishda o'zlarining yurak so'zlarini ifoda qilib tuvandagilarni bayon qilishdi. Assalamu alaykum aziz qarindoshlarimiz. Biz 20-yilda Shista Tref zalida Uyg'ur madaniyatining mujassimi bo'lgan bir faoliyat ko'rigiga hammalarini taklif qilamiz. Pandemiya sababli 2 yildan buyon jiq faoliyatlarda yuz ko'rishamidik, didorlashamidik. Mehribon qarindoshlarimiz birlikka kelib bir faoliyatda jam bo'lmoqchimiz. Ayni bo'yicha bolalarni elib kelib qatnashishinglarni taklif qilamiz. Marhamat, güzel kunlarda birga ko'rishaylik. Rahmat.
Assalomu alaykum. Shvetsiyadagi yashayotgan barliq Uyg'ur yurtdoshlar, qarindoshlar, madaniyatimizni, tilimizni, tariximizni saqlab qolish maqsadi bilan uyushtirilgan Navruz faoliyatimizga hammalarni taklif qilyapmiz. Marhamat, uy ichi, balachaqa, navralar degandek hammalar kelib qatnashib berishingizni hammalarni kutamiz. Marhamat. Ko'rishguncha omon bo'laylik. Assalomu alaykum. Shvetsiyada yashayotgan barliq qarindoshlar. Sizlarni 20-chisla Navruzga taklif qilamiz. Hammalarni kelib berishingizni so'raymiz. Ba'zilar Navruz vatnimizda andaqishlar bo'lsa, Navruzda o'yin tomosha qiladi deb tushunchalar borki, undaq emas. Birinchidan Navruzni qilayotgan sababimiz millat qanday saqlanib qoldi desa, birinchi dinimiz, ikkinchi madaniyatimiz, uchinchi tilimiz. Shuning uchun biz o'sha qarindoshlar bilan birga o'sha madaniyatimizni biz saqlab, mushtaq faoliyat qilaylik deb chiqdik. Rahmat, kelishingizni so'raymiz. Assalomu alaykum. Shvetsiyada yashayotgan barliq Uyg'ur qarindoshlarim. Siz qaysi siyosiy ko'zqarashga ega bo'ling, qaysi tashkilotni himoya qiling, kuchli diniy ko'zqarashga ega taqvodor bo'ling yoki liberal ko'zqarashga ega liberal bo'ling. Biz hammamiz Uyg'ur millatdosh, hammamiz vatandosh, hammamiz dushmanimiz oldida bir saf tura oladigan safdosh. Hammadan muhimi hammamiz qarindosh. Keling, qo'lni qo'lga tutishib o'z madaniyatimizga ega chiqaylik, ham uni avlodlarga sog'lom o'rgataylik. Assalomu alaykum. Shvetsiyada yashayotgan barliq Uyg'ur qarindoshlar. Meni tunuydigan, tunmaydigan barliq qarindoshlarimizga 20-chisla Shista sentrumda Navruz faoliyati o'rnashtirdik. Hammanglarni qalbimdan qarshi olamiz. Assalomu alaykum. Shvetsiyada yashayotgan barliq Uyg'ur qarindoshlar. Hammanglarni shu 20-chisla o'tkazilgan Navruz faoliyatimizga taklif qilamiz. Marhamat. Navruzga marhamat. Birlikda kelaylik. Amerika Davlat xavfsizlik maslahatchisi Jek Sullivan agar Xitoy Rossiyaning Ukrainaga qurolli tajovuz qilishiga qarata yurgizilgan jazolash tadbirlaridan qechishiga yordam qilsa, muqarrar oqibatga duch keladiganligini ogohlantirgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, bir qancha Amerika amaldori Rossiyaning 24-fevral Ukrainaga tajovuz qilgandan keyin Xitoydan qurol-yarog' yordam qilishni so'raganligi. Bu Oqsaroyning Xitoy g'arbning Ukrainaga yordam qilib, uning o'zini mudofaa qilishiga yordam berish tirishchanligiga buzg'unchilik qilishi mumkin degan andisini qo'zg'aganligini bildirgan. Jek Sullivan 13 mart Amerika xabarlar to'g'ri CNN'ning ziyoratini qabul qilganda Xitoyning Rossiyani iqtisodiy va moddiy jihatdan qanchalik ravishda qo'llayotganligini yaqindan kuzatayotganligini, agar bunday ish yuz bersa, buning og'ir oqibat keltirib chiqaradiganligini aytgan. Jek Sullivan mundaq degan: Biz Beijing bilan bevosita va xususiy ravishda aloqalashayotimiz. Agar keng ko'lamlik jazodan qechish harakati bo'lsa yoki Xitoy Rossiyaning bu bo'shliqni to'ldirishiga yordam qilsa, buning bir oqibati bo'ladiganligi muqarrar. Jek Sullivan yana biz dunyoning har qanday joyidagi har qanday davlatdan Rossiyaning bu iqtisodiy jazodan qutulish uchun hayotlik yo'liga erishishiga yo'l qo'ymaymiz degan. Jek Sullivan bu so'zlarni 14 mart kuni Xitoyning tashqi ishlarga mas'ul siyosiy byuro a'zosi Yang Jiechi bilan Italiya poytaxti Rimda uchrashdan bir kun avval aytgan. Rossiyaning Xitoydan qurol-yarog' yordam qilishni talab qilganligini tunji qitim Moliya vaqti gazetida xabar qilgan. Lekin Reuters agentligining aytishicha, Xitoyning Washingtonda turishliq elchixonasining bayonotchisi o'zining bunday bir xabarni anglab boqmaganligini bildirgan. Jek Sullivanning aytishicha, Washington Xitoyning Rossiyaning Ukrainaga qarilgan plandan xabardor ekanligiga ishonadi ekan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 24-fevral Ukrainaga hujum qo'zg'agandan buyon Xitoyning bu masaladagi pozitsiyasi kuchli diqqat qo'zg'ab kelmoqda. Xitoyning Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzligini ishg'ol deb atamasligi va uni ayblashni rad qilganligini ozdab, uning bu tajovuzlikdan oldinburun xabari borligi. Beijing qishliq olimpik mezgilida Putinning Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan ko'rishib, uning qo'llashiga erishganligi haqidagi xabarlarning o'tirg'i chiqishi kuchli munozara qo'zg'adi. Yaqinda Washington Postasi gazetining tanilgan Eston yozuvchisi Joss Rogan bir parcha obzor maqolasi e'lon qilib, Xitoyning Ukraina masalasidagi o'rniga baho bergan. U maqolasini mundaq deb boshlagan: Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga rahimsizlarcha va sababsizcha tajovuzlikni boshlagandan buyon Xitoy hukumatı o'zini betaraf davlat, hatto krizisni hal qilishning yo'lini ochquchi deb ko'rsatishga urinib keldi. Amaliyotda Xitoy davlat raisi Xi Jinping Putinning yordamchi suiqasdchisi sifatida harakat qilmoqda. Faraz qilganimizdek, Xitoy tarafini tanladi. Ammo uning tanlagan tarafi Ukraina yoki G'arb emas. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyin qitimliq programmamiz ko'rishaylik. Ko'rishcha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.
milletimiz